Assalomu alaykum TikTokdagilar. Bu video kuchalarni anaqa plus qoldirsanglar ma'lumot beraman degandim. Hamma yo plus tashab ma'lumot bering, lichkam to'lib ketdi. Bu kuchalar Hindistondan keladi, kovlab olinadi. Kuchalarning ildizi hisoblanadi bu. Buni po'stlog'i bilan yeb bo'lmaydi. Po'stlog'i zahar hisoblanadi buni. Buni tozalab, qaynatib tozalab, po'sti artilib to'g'raladi. Mana shu holatga keladi to'g'ralganda. Keling, men hozir kitobda ham o'qib beraman bu ma'lumotlarni. Kuchalar ildizini tuyib, asalga qo'shib qaynatilsa, 3 mahal chigit kattaligida yalasa, kishini baquvvat qiladi, falaj, shol va asab kasalliklariga foyda qiladi, jinsiy aloqalarni kuchaytiradi. Bu dard borki, darmon borni kitobidan. Mana bu asalga qo'shilgan tayyor holati. Mana shuni 3 mahal chigit kattaligida yeyilsa, jinsiy zaiflikni tiklaydi, asab, titroq, falaj kasalliklari, qo'l qaltirash kasalliklarini davolaydi.